الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hürmetlik savaqdaşlar, qarindoshlar, biz bugun Sura Al-Imron'ninki 195 oyatiga keldik. İlgirki darslarimizda osmon zaminning yaratilishi, kecha kunduzning almishi va atrofimizdagi har şeyde Allah subhanahu va taolaninki qudratini, barliq birligini ifodalaydigan dalil faktlar bor. Buni faqat ulul albab, yani aql egileri olan kişiler düşünüp yeterliydi, vaz nasihat alalaydı bunundan. Bu kişilerin alahidliki her halatlerde, tuğan, ottağan, yatkan halatlerde Allah'ını esleydi. Dep, şu esleşinin neticesi de Allah subhanahu wa ta'ala'a dua kılan, dualar bilen qanaqan toq ahirlashtirgan toq. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqat akhdaytahu degan dualar. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman. Undan keyin Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika degan dualar bilen ahirlashgan toq. Allah subhanahu wa taala 195-oyatda şu dualarninki icabet qilinganligi haqida bizga özünün elçilerinin, peygamberlerinin telibilen bu şekilde cevap kayıtı diye. Estaizu billah. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ أَمَلَ آمِلٍ مِّنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Vallahu indahu husnus sevap. Biz asosiy mazmunga kirishdan ilgari qisqa bir tarjima qilib boqaylik. Yuqorida duo qilgan mu'minlarga Robbi ijobat qildi. Nima deb ijobat qildi? Men aranglardan er kishi yoki ayol kishi bo'lsin, hech kimning hech qanday ishini zoya qilmayman. Sizlar ba'dukum min ba'd, o'zaro bir-biringizlardan hijrat qilgan, yurtidan tashlab chiqib ketgan ve yurtidan chiqarilgan, Allah mening yo'limda aziyatga uchirgan, aziyat berilgan, urush qilgan, o'ldirilgan ma kishilarningki xatoliklarini ketkizib qo'ygan taraflarini va ulardan afu qilma, ko'tarib o'tma va ularni ostlaridan o'stanglar iqib turgan jannatlarga kirgizma. Bu hammasi Alloh subhanahu va taolo tarafdan bularga ajr, savob shaklida bo'ladi. Haqiqiy güzel savab, güzel akıbet, güzel netice Allah subhanahu wa ta'ala'nın qeşidi buludu degan mazmundaki ayet. Yani ayet odulam bizge ilgir qilingan dualarni icabet qilganligi haqida bir bayonat, bir xabarni ifodalasa, bu yerda bizning diqqatimizni tortadigan bir nokta var. Aldı bilen bir qadam aldığı qaytışıq doğru keladi. Duası icabet qilingan kişiler kim o? Yani biz ilgirki derslerde sözlep ötken her halatlerde, ottağan, toğan, yatkan halatlerde Allah'ını eslep, Allah'nınki halkı hakkında fikir, tefekkür yügüzüdüğün, dövzakı kirişinin rəsvacılıqıdın qoquduğun, özlerinin günahının keçirimi, ötküzgen hatalıklarının affusu üçün Allah'a dua kılıdığın, Allah vədi qılğan vədilərini Allah'tan birişini Allah'a tilab dua qılğan kişilərə Allah duasını icabet qıldı. Bu bir nokta. İkinci mühim nokta qarindaşlar, nəhayət mühim nokta. Ayətdə Allah icabet qıldımlam deyə gəpini tüketmedi. Dua qılınğan deyəndə duayanı icabet qıldım. Lan gapni tugatmadi. Balki bizga bir uçur signal va bir masalani da'vat etib beradi. Nima da'vat etdi desa, dua o bir gap sifatida qabul qilingan narsa emas. Balki oyatning oxirisi qaranglar. Anni la udi'u amala 'amilin minkum min zakarin aw unsa. Mesela eg'izdagi gap bo'lib qolsa, quruq gap bo'lib qolsa, olmaydi. Dualarının icabet kılınışı qaysi şekilde buludu dese,
sizlar duoyinglarga mos bir amaliy ish qilib, bir odam duo qildi degan gap, menda ishni men qilib bersa, ey Alloh, meni kambag'allikdan qutqazslar degan vaqtida o odamning amaliyati shuning uchun tirishayotgan bo'lish kerak. Bizni bu zulmdan qutqazsın ey Allah degan vaqtda bu odamning put qo'llari shuning uchun ishlayotgan bo'lishi kerak. Allah mashta shakldagi duoni ijobat qiladigan bir ifodada nima deyotdi? Men ayol yoki er hech kimningki qilgan amlini zayo qilmayman. Ijobat qilma duosini deydi. Bu yerda qilgan amlini zayo qilmayman degani masala sizning quruq gap bilan, quruq orzu bilan bitmaydi masala. Çoğum mesele ameli icra, ameli iş halti gütüş gerek. Davatıdı Allah subhanahu wa ta'ala. Çünkü gap nereden başlanğandı? Allah'ın yaratgan asman, zemin ve onun içindeki barlıq mevcudatları hakkında tefekkür kılıştan başlanğandı. Tefekkür kılış deganlik bu sistemlik yürüşüyotgan bu hayatınki pika olmaydiganligini ve üzerinin mu mesela bir insan buluş süpütün olan, bu hayatının bir parçası buluş süpütün olan, bu hayat üçün kılışkı tegişlik bir vazifen bağlılığını sana tuntudu. Eğer tefekkürün sağlam olsa ve tefekkürün bir neticeye yetken olsa, seni şuya yapırdı. Ve sen sadık olsan ve samimi olsan, şu tefekkürünün türkisi neticesi de çok kana kılırsa, hareket kılırsa, bir iş kılırsa, ve Allah subhanahu wa ta'ala'dan bu işlerinki muvaffaqiyetlik buluşu, arzu ümitlerinin amelge eşişi, günahlarının ve iş kılış jarayonidagi ötküzgen hatalıklarının kechirim qilinishi için dua qilsa, ana şu vaqtida nim deydi desa, fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala 'amilin minkum min zakarin aw unsa. Yani sen ameli iş qilishing kerak. Ve kılvatkan işinip kalmazdan üzerine Allah etip durup neticesine çıkışın Allah'a dua kılışın gerek. Şu vaxtda Allah'tan bu nida sana geldi ki duayana icabet kıldım ve emelini kabul kıldım, zaya kıvatmadım degen şekilde kana kıvatıdı bizge bir uçur bir rıvatıdı. Muşu noktanı kalımızın çıkırıp etmeslik gerek kardeşler. Duanın üzü eğer emellen birleşmegini de eğer o dua senin ham xiyalın süpütüde, quruq arzu süpütüde olub qalğan vaxtda icabet olmaydı. Çoxum əməli bir iş bilan billa bo'lish kerak o dua. Bu bir nokta. Andikin ayetdeki üzgü tatıdığan bizni, yani diqqatimizni tatıdığan yeni bir nokta. Fellezina hajaru ve ukhriju min diyarihim ve uzu fi sabili ve qatalu ve qutilu. Şu ayette hicret qilgan, yurtidan chiqarilgan ve mening yo'limda aziyet çekken, kurash qilgan, o'ltirilgan degan bir qancha ifoda Allah yo'lida berilgan ishlarning turlarini bizga dapirvasi kerak. Hech kim masalan ba'zilar majburlanmasimi Allah uchun, Allohning kalimasini yuqori qilish uchun yurtidan ayrildi. O'zligini ixtiyori qilgan. Chunki hayot ba'zi shuni talab qiladi. Yangi yerlerge küçüş, yeni öz konu makanımızı taşlap yeni makanı tutuş qatarılıq. Bu bir. İkincisi, başkalar tarafından mecburi şekilde, sen çıkışını xalamağan bir şekilde yurtundan çıkırıp vetelenese. Bu iki. Üçüncüsü, ondan başka yurtundan çıkıp ketiş, çıkıp ketmeslik, ya ki mecburi çıkıp ketiş, öz ihtiyarlıkla çıkıp ketiş, ləni öz çıkağan bir şekilde ve çıkıp ketmegen halatında her halatda Allah üçün manğan ağan qədəmlərində sən əziyyətə, zərərə qoşaydığın bir əhvallar olurdu. Türmələrə kirib qalıdı, zindanlara düşüb qalıdı, öldürüb, müjnəğər əhvallar olurdu. Və bulanı özçüge eləvatıdı. Ondan başqa və qatalu Allah yolunda həqiqi uruş qılğan, kürəş qılğan və qutilu və bu yolda öldürülgən, bu şəkildə eberilğən paliyələrinki həmmisi bizning günahimizninki kechirim qilinishi, o'tkazgan xatoliklarimizningki afu qilinishiga sabab bo'ladigan ishlarningki qatoridan. Ya'ni bu oyatdagi bir turlik ishlar Alloh subhanahu va taolo bizga iymon amaliy hayotiningki namunalari, ulgilari shaklda qanaqadir ko'rsatilyapti. Chunki agar inson
iymon yo'lini asos qilib, Allohning kalimasini ustun qilish niyatini qilmay yaşasa, belki bizning ailesi, balavaqlari bilan normal qanaqlanishi mumkin, yashalishi mumkin, yurtlarda turalishi mumkin, tuqqanlar bilan bir yer yashalishi mumkin. Ammo inson mushularning hammasini Allohning kalimasi birinchi kalima va eng ustun kalima degan prinsipni oldiga chiqish uchun, ro'yobga chiqarish uchun qurbonlik berganida Allohning kalimasini tarqitish uchun yuqoridagilarning hammani qurbonlik berganida özülallam kupayilenmey, Allah yolda cihad kılıp, hayatının o musafistin bu musafisqa, o makandan bu makanğa, hayat huzurunu oylamasın küçerligini de, şu vaxtıda andinkin Allah subhanahu wa ta'ala en ahırda kılınğan vədiga layıq nima oludu, kişiler oludu ve imanının ki Allah bizge körsetken nemune ülgüsini bu kişi yaratkan buludu ve şu vaxtıda ahirdeki la ukaffiranna anhum sayyiatihim ularning ötküzgen xatoliklarini ulardan kötürüp etimi ve la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar astlaridan östanglar qilib turadigan jannatlarga ularni kirgizma bu Allohning bularga bergan ajri Allohning qashda eng go'zal ajr va'da bo'ladi. Ya'ni bu yerda Allah subhanahu wa ta'ala bizden nazriyavi imandan başqa ameli imanның ifadelerini qanday qılıvatıdı, talep qılıvatıdı. Ameli imanның ifadeleri, aşı biz degenimizdek, ilgirki derslerimiz sözlegendek, insan hayatının bir parçası buluşup bilen, hayattaki her mevcudatının bir vazifesi olup, şu vazifesini üzlüksüz şekilde ada qılğanıdek, insanның mu az olsun, köp olsun bir vazifesi var bu hayatta. Eğer insan mu şu vazifesini ada qılmağını da mazmunga yük o insan. Allah bizden bunu talep qılıvatıdı. Sen özünün vazifesini ada qıl davatıdı. Hayattaki senin üstünge düşken hareketini sen qıl davatıdı. Bu hareketlerinin bu vazifelerinin en bereketlik, en afzal olsun Allah'ın sistemini, Allah'ın menhecini, Allah'ın talimatını bu zımında orunlaştırır. Şunda oğandılar, mevcudatının güzelliki namayan doğan buludu. Ondan keyin qarindaşlar 196. ayette Allah subhanahu wa ta'ala davatudu. La yaghurrannaka taqallubul-lezina kafaru fil bilad. Yani sizni kuparlarınki şehirlerdeki uyaqdan bu yaqqa yötkelgen hareketleri yoki faaliyatlari yoki ularninki imtiyozi aldab ketmesin. Mush o'rindagi taqallub so'zi men bayatdan sizlarga tarjima qilgan vaqtda ularning uyaqdan bu yaqqa yötkelishlariga tarjima qildim ya. Qur'onda shu taqallub so'zi kelgan vaqtida buni mana tushunsak bo'ladi. Ya'ni bizning tilimizde qo'lni nega sunsa shu yerga yetadi deydigan bir ifode var bizning so'zimizda. Yani bu insonningki kuchayib har jihatda imtiyozining eshib nega boray desa bora oladigan, kimni qanday qilay desa qila oladigan, o'zining maqsad qilgan nuqtasiga qolgan shaklda yeta oladigan bir holatni ko'rsatdi ya. Şöyle qo'lni nega sunsa shu yerga yetdi degan gap taqallub ifodasi belkim shuni ifodalasa kerak. Ya'ni ularning taqallubi sizni azdurmusun degani qarshi tarafning o qadar imtiyozli bo'lib ketgani, faoliyat doirasining o qadar keng bo'lib ketgani qaravatimiz masalan. Dushmanlarimiz qo'lini nega sunsa yetyapti. Qaysi davlatga, qaysi shaharga borayli qo'g'layapti masalan. Biz qo'rqmagan düşmandan biz cho'ng bilgan har cho'ng davlatlar qanday qo'rqyapti. Bu bizni ruhiy jihatda birisi qanday qiladi? Izdi. Bizni keyinga chekindiradi bu bir nuqta. Yana bir nuqta iymoni ojiz tavrab qolgan kishilarda bularga nisbatan taslimiyat shakllanadi shu vaqtida. Endi bular mashtab ketibdi, bo'ldilar bizimiz bunda qiynalib yurguncha mushuning mashta bir ahvoliga bo'ysunlam deydigan bir holat keladi. Qur'on bizga nima deydi? Aldanma deydi. Ularning bugun qo'llarini nega sunsa yetgini. Qaysi davlatda qanday bir odamni qanday qilmoqchi bo'lsa, maqsadiga yetaligini. Bularning kabuslarininki nega olsanglar,
sizni iz qo'g'lab tug'ini sizni aldab qo'ymasin. Sizlar bunga qarab o'zingizning ruhiy jihatdan tugashtirib olmanglar. Bunga nisbatan taslimiyat qanday qilinmasin, shakllanmasin. Chunki dunyoninki vaqtliq insonni aldırdıgan ba'zi ko'rinishlari bularga birludi tabii. Ama inson shuni o'ylab qolmaslik kerakki, biz ko'rayotgan bu darajada buyuk cho'ng dunyo va uning ichidagi son sanoqsiz nozu ne'mat va huzurlar, imtiyozlar hammasi birludi deb o'ylab qolmasin. Insonga birildigini nima desanglar, dunyo miqyosidagi imtiyoz emas, insonning umr miqyosidagi va hudud doirasidagi huzur holat. Inson bu dunyoda qanchalik qanday qilaman bir narsaga erishma desa, o'zining hayot miqdorida erishalaydi. İnsan normalda, insonning hayoti jazmiy kesin bir hayot emas. Men 60 yil yashayman deb kesilmaydi hech kim, 70 yil yashayman kesilmaydi. Agar o'rtacha umrni faraz qilgan taqdirimizda shu 50-60 yosh, 70 yosh atrofida bo'ladi. Shu yoshga boralgan taqdirda, balkim undan ilgari ko'ryotimizki, o'lim degan yoshga vaqmaydi hech kimninki. Kimlar mashina hodisasida qatnashadi, kimlar yana bir hodislar bilan va kimlar yana bir tuyuqsizliklar bilan o'lib ketganini ko'ryapmiz. Normal yashagan taqdirdami, shu normal yoshning ichida hayotdagi o'zi ko'zlagan shu nozu ne'matlar bilan yoki huzurlanadigan narsalar bilan huzurlanadigan vaqti intayindan bo'ladi, cheklik qiladi. Alloh bu oyatda bizni nimaga asl tuvatadi, nimaga askar tuvatadi desa, dunyoni istagan odam bilan oxiratni istagan odamning masalasini bizning oldimizga qo'yib yotadi. Bularningki vaqtlik bir kuchga erishgani, vaqtlik dunyoning noz ne'matlariga erishgani, dunyoda qo'lini nega sunsa shu yerga yetgidek bir holatlarga kelib qolgani, kuch qudratining oshqini sizni oldimizson vaqt masalasi, cheklik masala. Dunyo uzun mezgillik bo'lgan bilan u dunyodan insonning oladig'ini cheklik qiladi. Shunda bo'lgandan keyin hayotga boqma. Sen oxiratga boq. Hayot cheklik, oxirat nima? Cheksiz. Hayotdagi sening erishadigining ehtimollik kesin emas. Chunki erishishing mumkin, balkim mushayadan qo'polmaylam u dunyoga ketishing mumkin. Ammo oxiratning hayoti, oxiratning umri, oxiratning noz ne'matlari, oxirat erishadiganlar bu kesin va mangulik bo'ladi. Bu nuqtadan bulasini aldab qo'ymasin. O'zingning Buna qarab baxtliginde zaten biz bulardek bulamaydığa o'xshaymiz deb o'zingning yo'lidan qana qilma, chekinma. Çoxum yolda man. Çünkü bularning erishdig'ini nima? 197-de oxirdagi oyatda mata'un qalil, azg'ina narsa. Thumma ma'wahum jahannam. Undan keyin ularning o'rni jahannam bo'ladi, nihoyatda yomon o'rin. Mush o'rinda Allohningki jahannamni tasvirlagan vaqtda qo'llangan ifodasi mihat. Yani bizning Uyg'ur tilidagi bo'shuk ifodasi bor. Bo'shuk ifodasi tasarruf baqayli, bo'shukda kichik bola qanday yotadi? Bir amal yotadi. Yani o'zining ishiga o'zi ega emas. Hatto o'zining tarixiga o'zi ega emas. O tengib qo'yilgan. O'ng'i so'lg'imi o'rilanmaydi. Hech qanday imkoniyati yo'q. Shu tang'uchi uni shashsa, u yerdan azat oladi, bo'lmasa bo'shukka bog'lanadi. Bu shakl endi qiyomatda bugun dunyoda o kadar kuchga erishdik deb, o kadar saklagan, o kadar ishlarni qilamiz deb mang'ayotganlarning oxiratda shu bo'shukdagi kichik bolachilikni nima bo'lmaydi. Ahval olmaydı. Ve bi'sel mihat nait yaman ularınki erişilgan o'rni. Amma mu'minlar dünyada müşta ruhi besimlarga, cismani besimlarga, maddi her türlü to'solg'ularga uchrab aziyat tortgan, yurtidan chiqilgan bu kishilar desa, lakinallazina taqaw rabbahum. Amma Robbidan haqiqiy qo'rqqan, belgilangan yo'ldan chetnamagan kishilar Mush ittaqa ifodasi kelsa, uni qo'rqdi deb tarjima qiladi, tarjima kitoblarda. Amaliyotda ta'limotdan chetnamagan, xatoliklarga tushib kirishdan o'zini qanaqan saqlagan kishilarga lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha nuzulan min 'indillah wa ma 'indallohi khayrun lil abrar. Bularga astlaridan o'stanglar ixtiradigan jannat bor. Bularning mangulik joyi, Alloh bergan joyi, Allohning qiladigan mukofot yaxshi kishilar uchun eng yaxshidir da'votidir. Oyatda qo'llangan ifoda nuzulan ifodasi va nuzulan degan odatda mehmon tushgan vaqtda mehmonga hozirlangan o'rinni nima deydi? Nuzul deydi. İnsanlar masalan biz ba'zi vaqtda realiga borsak katta mehmonxonalarga borib qolamiz.
yoki katta kutulishlarga uchrab qolamiz. Bunda qarab bakıp hajab katta mehmon saraylar ekan, yoki katta o'rinlar ekan, isl noz ne'matlar ekan deb insonlarning biz uchun hozirlagan o'rinlarga havas qilamiz. İnsanlar har qancha hozirlasa insoncha hozirlaydi. Allah mushu ifodani qo'llandigan bir yerda mehmonlarga hozirlangandek o'rin ifodasini qo'llandi. Nuzulan degani dedim ya baya mehmonga hozirlangan o'rin. Ya'ni mu'minlarga qiyomat kunisi mehmonga hozirlangandek nazu ne'matlar qanday qilinadi? Hozirlanadi. Endi insonni hayron qolgudek bir mehmonga nazu ne'matlarni o'rin joylarni hozirlagan yerda insonning qudratini qancha ekanligini bilamiz. Allah hazırlasa qanchalik hazırlaydı bunu biz tasavvur qilmaymiz. Ama bunun büyüklükde mutlaq nima yo'q, shak yo'q. Endi insonning kallasiga shunday keladi. Hatto deyishib qolamiz ba'zi vaqtlarda. Düşmanlarninki, dinsizlarninki bizga aziyat berayotganlarninki qudrat kuchining kundan kunga eshib ketganligi bizni ba'zi vaqtda ruhiy jihatimizni sundiradi. Xuddi bular bir yengilmas kuchga aylanib ketgandek. Buni hech qanday bir kuch qana qilmaydi, yengolmaydigandek. Ammo aslishimiz kerak qarindoshlar, Qur'on haq, Allohning bergan va'dasi haq. Sura An'amninki 47-oyatida qul ara'aytakum in ataakum azabullahi baghtatan aw jahratan fahal yuhlaku illa alqawmuz zalimun. Allohning azobininki ba'zida oshkora, ba'zida tuyuqsiz, bilmaydi hatta alaka o'qadimmi, o'zining qanday alaka o'qganligini bilmaydi qoladigan bir holatda kildiganligini bizga da'vat etdi Alloh. Va bu xil shakldagi azoblarni zolim qavmga kildiganligini da'vat etdi. Yana bir oyatda sura Nahlninki aw ya'khudhum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin. Qaranglar, ularning o qadar kengayib, fi taqallubihim, taqallub ifodasi bu yerda qo'lni nega sunsa yetkidek bir holatda kuchayib ketgan holatlarda turib bu azob ularni tutdi. Bu azob bularga tushdi. Fama hum bimu'jizin. Bular bu azobdan qutlanmaydi. Bular bu azobni keyinga chekindirolmaydi. Bular bu azobni din o'zini saqlab qololmaydi. Yani aciz qilolmaydi bular da'vat etdi. Yani bu şekilde eğer Allah subhanahu ve ta'alanınki va'dasiga haqiqiy ishonsak, Qur'onni haq deb tunsak, xotirjam bo'laylik, zolimlar pat arada inshaalloh Allohning azobiga uchraydi. Undan keyin 199-oyatga kelsak, Allah subhanahu wa ta'ala ahli kitap haqqida nima deydi? Va inna min ahli al-kitab lama yu'minu billahi wa ma unzila ilayhim wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillahi la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Yani ahli kitapning ichidan Allohga iymon etadiganlar va sizlarga tushirilgan va o'zlariga tushirilgan kitoblarga Allohdan qo'rqqan holat ishlaydiganlar va Allohning oyatlarini ozg'ini pulga setib etmaydi. Ular Allah'ın qışıda olanın ecri var. Allah hesabını tiz ağıcı degan şekilde ahli kitapning ahvolini tasvirlayapti. Endi biz ilgirki darslerde mi o'tdi ahli kitap haqida gap bo'lindi. Qachon Qur'on ahli kitap haqida so'zlagan vaqtda nihoyatda sog'lom, rostchil, amin bir holatda so'zlayapti. Qur'on bu sifati bilan ahli kitap Rasulullohga iymon etmadi. Resulullah'ın yolu karşılıklı bıraklam uluğu hücum kılmavatıdı. İnsaflık bir şekilde muamele kılavatıdı. Muş ayetki karısak mı? Ehli kitabın hamısını andağıcı mundağıcı demavatıdı. İhtimal koyup demavatıdı. Ehli kitabının içinden Allah'a iman etdiğalları var. Özürü düşken, silahı düşken kitaplarına iman etdiğalları var. Öyle pakaylı. Kur'an'ın bu uslubu biz ögünüşke tegişlik bir uslub. Yani karı koyup bıraklam muamele kıvatmeslik. Endi muşu ayet düşken vakitte mesela. Resulullah'a tehcima etmegan, ama konuның tigide bu peygamber cuma, muşu haqiqiy peygamber deb iman etish haqida fikir yurgizayotgan birlar var da ahli kitapning ichida. Ayet tushgandan keyin bu bularga ta'sir qiladi. Nima deydi? Biz qalbimizda Muhammadning sallallohu alayhi vasallam payg'ambar ekanligini e'tirof qilatdik. Buni hech kimga demagandik. Muhammad buni nereden bildi? Agar bu uçuvatkan ayetli Allah'ın kelamı bo'lmaganida, Muhammed'nin o'zining so'g'inda Muhammed buni nereden bildi? Yo'q, bu Allah'ın kelamı. Bizden hakikaten de qalbimizga kelgan Muhammed'ninki sallallohu alayhi vasallam payg'ambarlikka bu rost. Chunki u
öz xohishidan so'zlamaydi. So'zlaganlarininki hammasini mo vahiy. Alloh bizning qalbimizdagi bu ahvolni Muhammadga sallallohu alayhi vasallam uqtagan va oyat shaklida tushagan. Deb ma shaklda iymon etishining tiziltishiga qanday bo'ladi? Turtki bo'ladigan gap. Biz bu yerdan emas, boshqa yerda qanday qilyapmiz? Davom qilyapmiz. Qur'on ahli kitobga har doim insof bilan muomala qilyapti. Qarquyuq hammani bir tayoqda haydamayapti. Shunga bu mu'minlar g'ayri mu'minlarga nisbatan muomala qilgan vaqtda qo'llanilgan go'zal bir uslub. Shuni olsak bo'ladi. Bugun dars vaqt munosabati bilan mushada oxirlashdi. Sura Al-Imrondan oxirgi bir oyatimiz qoldi. Inshaalloh kelasi soatlik darsimizda bu oyatimizni Allohning fazli marhamati bilan oxirlashtirib olamiz. Ko'rishguncha hammaga omon bo'linglar. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.